Avtomobilimiz mana estakada mashinaga kelib to'xtab, ruchnoy tortadi. 5 sekund kutib, sekin harakat davom ettiradi. Mana shu joyiga e'tibor berishimiz kerak. Birinchi yo'lagi yuk mashinani 90 gradusli xavfli burishlari, ikkinchi yo'lakda harakatni davom ettirish kerak bo'ladi. 90 gradusli xavfli burilishga 2 minut vaqt beradi. To'xtab bajarsa bo'laveradi. To'xtab bajaraverish kerak. Yon chap taraf g'ildirak nazorat chizig'iga yaqin bo'lib ketdi. Hushyor bo'lish kerak. Bu yerdan shuna chiqish shinaga mana svetofor. Birinchi chorraha harakatlanish to'g'riga. Svetofor mana miltillagan holatda turdi. Uje avtomobilimiz ham to'xtadi. Miltillagan holatda biz to'xtashimiz kerak. To'xtamasdan o'tib ketishimiz 100 ball minusga olib keladi.